Samarqand shahrining Mirzo Ulug'bek ko'chasi bo'ylab harakatlanuvchi haydovchilar ushbu yo'lning Gagarin ko'chasi bilan kesishgan qismida joylashgan ko'prik yaqinida qayrilib olish imkoni yo'qligi bois noqulaylikka duch kelishardi. Mazkur muammo haqidagi murojaatlardan xabardor bo'lgan viloyat hokimi Aziz Boboyev haydovchilar va piyodalar uchun qulaylik yaratish, shuningdek hududda yuzaga kelayotgan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida tegishli idoralarga bu yerda harakatlanishning yangi tartibini joriy qilish yuzasidan loyiha taklifini ishlab chiqish topshirig'ini bergan edi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan loyihada ko'prik ustidagi beton to'siqlarni olib tashlash va shu joyda svetofor o'rnatish orqali Mirzo Ulug'bek ko'chasining har ikki yo'nalishidan burilish imkoniyatini yaratish ko'zda tutilgan. Viloyat hokimiga taqdim etilgan ushbu loyiha taklifida xavfsiz harakatlanishni ta'minlash, yo'l bo'ylab transport oqimini tartibga solish hamda ortiqcha tirbandliklarning oldini olishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni vaqtda haydovchilar yo'lning bir tomonidan ikkinchi tarafiga o'tishi uchun 1 kilometrdan ziyod masofani bosib o'tishiga to'g'ri kelmoqda. Yangi loyiha amalga oshirilgandan so'ng ko'prik ustida svetofor nazorati joriy etiladi va har ikki tomonga to'g'ridan-to'g'ri o'tish-qaytish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat tirbandliklarni bartaraf etishga, balki haydovchilarning belgilangan manzillariga tezroq yetib borishiga xizmat qiladi. Samarqand shahrida avtotransport vositalari soni yildan yilga ko'paymoqda. Bu esa o'z-o'zidan ma'lum joylarda tirbandlik yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois aholi harakatlanadigan gavjum ko'chalarda qulay va xavfsiz sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur, dedi viloyat hokimi Aziz Boboyev. Svetofor qo'yadigan bo'lsak, boshqarib beradi. Svetofor mana bu yoqda karmanlar yo'qoladi-da, endi mana bular razvorlar yo'qoladi. Shunday o'yinni beraman, doimiy o'yin ochiq bo'ladi. 3 ta fazada qilaman. Bu shartda to'g'riga unga ketadi, bu ham to'g'riga bu yoqda chapga ketadi. 3 ta fazada ishlaydi. Ertaga birinchidan probkani oldi olinadi. Ikkinchidan xalqimiz qiynalmaydi. Ertani o'ziga boshlanglar. Seshanba kuni bosib ishlataveramiz. Kelishdingmi? Taqdimot yakunida loyihani 4 kun ichida amalga oshirish va aholi uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi. Shu tariqa Samarqand shahrida yo'l infratuzilmasini takomillashtirish va harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan yana bir qulaylik yaratiladi.